9 may Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi 10-umumiy o'rta ta'lim maktabida Xotira muqaddas mavzusida futbol musobaqasi tashkil etildi. Mazkur musobaqa 2010-yilda tavallud topgan marhum Abdubakirov Abdulloh xotirasiga bag'ishlandi. Sinfda xushchaqchaq, beg'ubor, yaxshi, do'stmuomala, mehribon, axloqli, odobli. Abdulloh o'tgandan keyin sinfda uni o'rni juda ham bilinyapti. U borligi bizga faxr edi. Chunki xushchaqchaq edi u. Hammaga yaxshi muomala qilardi. Hammamiz bilan birga yaxshi chiqishardi. Tadbirning ochilish marosimida yaqin qishloqlardagi maktablardan tashrif buyurgan o'quvchi yoshlar ishtirok etishdi. Dastlab jamoalar o'rtasida qur'a tashlanib, bellashuv tartibi belgilab olindi. Musobaqa davomida yosh futbolchilar o'zaro murosasiz va qizg'in bahslarda maydonga tushib, sportga bo'lgan qiziqishi hamda mahoratini namoyon etdi. Hozirgi kunda bizning 10-umumiy o'rta ta'lim maktabida Prezidentimizning futbolni rivojlantirish tegishli qarorlarini amalda bajarish maqsadida Xotira turniri 5 tashabbus olimpiada o'tkazilib kelmoqda. Bugungi musobaqamiz ham o'quvchimiz Abdulloh Abdubakirovning Xotira turniriga bag'ishlangan musobaqamiz ko'tarinki ruhda kayfiyatda o'tkazilib, o'quvchilarimizning futbolga, sportga bo'lgan qiziqish oshirish maqsadida o'tkazildi. Bundan mahalla o'quvchilarimiz, ota-onalarimiz hammasi xursand bo'lib, futbolni rivojlantirishga qo'shgan hissalarini yanada rivojlantirishga maqsadimizga erishdik deb o'ylayman. Yakuniy natijalarga ko'ra g'olib jamoalar, eng yaxshi o'yinchi hamda eng yaxshi to'purar futbolchilar aniqlandi. G'oliblarga esdalik sovg'alari va diplomlar topshirildi. Shuningdek, marhum Abdullohning yaqinlari tomonidan pul mukofotlari ham taqdim etildi. Bu kabi tadbirlar yoshlar o'rtasida sportni keng targ'ib etish bilan birga xotira va qadriyatlarni ulug'lashga xizmat qilmoqda.